Kriptovalyuta investitsiya sohasiga yangi kirib kelganlarning eng katta xatosi bu ularning qo'lidagi summasini birdaniga bitta narsaga tiqib yuborishi. Ya'ni kriptovalyuta o'zi bilasiz, visokovolatilniy aktiv. То есть unda краткосрочный investitsiya bu noto'g'ri. То есть birdaniga ko'rasiz 10% ko'tarilgan yoki 30% tushib ketgan, siz yaxshi pribildda chiqib ketmasligingiz mumkin. Kriptovalyuta bu долгосрок investitsiya. O'sha uchun birinchi o'rganib sohani, keyin pul tiqish kerak. Endi kirganlarga maslahatim, masalan $1000 puli bormi, birdaniga tiqmasin. Shu birinchi o'ylab ko'rib, birinchi bozorni ochib, tahlil qilib, qaysi zonadan sotib olishni bilib, asta-sekinlik bilan haftasiga $50 dan investitsiya qilib ketasiz. Siz $1000 birdaniga tiqib qo'ysangiz, telefoningizni ochib har kun qaraydigan bo'lasiz. Bozor masalan $1200 pribilda bo'lsa, sразу uni almashtirib olish xayolida bo'lasiz. Boshida shunaqa xato bo'lmasligi uchun siz bozor bilan adaptatsiya qilishingiz uchun boshida katta emas, kichik summadan boshlashingiz kerak. Kichik summalar ortidan siz bozorga moslashasiz. Bozorning kayfiyatini o'rganasiz. Eng yomon chuvство FOMOni egallab olishingiz mumkin. Chunki siz $1000 bilan kirsangiz, $1200 ga almashtirib olsangiz, u narsa keyin siz almashtirgandan keyin $2000 bo'lib ketsa, siz bu yo'qotishdan ham ko'ra qo'rqinchli bo'lgan tuyg'u. Shuning uchun boshida kichkina summa bilan boshlagan yaxshi. Ya'ni taqsimlab.